yillarda Sovet Ittifoqi O'rta Osiyo va Qozog'istonning hududiy ajralishi bilan milliy va etnik chegaralar belgilanadi. Bu jarayonda Sovet hukumati ayniqsa Vladimir Lenin va uning o'zdoshlari rahbarligida amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu bundan tashqari aynan nima uchun o'tkazilgan va nima maqsadda o'tkazilgan? Bu o'tkazilgan ishlar adolatli bo'lganmi degan savollarimizga ham bugun javob topamiz. Bu aynan nima uchun o'tkazildi? Milliy hududiy chegaralashning asosiy maqsadi Sovet Ittifoqi markaziy hukumatining ta'sirini kuchaytirish va markazga sobiq bo'lishlarini ham ta'minlashni mana shu narsalarni o'z ichiga oladi. Kim o'tkazdi degan savolga bu jarayonni Sovet hukumati, xususan Sovet Ittifoqi Kommunist partiyasi yangi milliy hududiy respublikalarga ajratish va tizimni va yaratish bo'yicha markaziy Osiyo va Qozog'istonning mahalliy partiya rahbarlari bilan ishlagan. Bu jarayon boshida tarafidan milliy hududiy chegaralashda olib borilgan ishlarning shu samarasi, bo'lib o'tgan ishlarning hosillasini alohida shu o'zbek tarixchilari kitob qo'lida nashr etilgan. Misol uchun olishimiz mumkin, Mo'minov tarafidan O'zbekiston SSR tarixi degan asar bor. Aynan mana shu asarda ushbu kitobda O'zbekistonning Sovet Ittifoqi tarkibidagi rivojlanishi va milliy hududiy chegaralash jarayoni yoritilgan. Kitobda O'zbekiston SSRning tashkil topishi va bu jarayonning tarixiy va siyosiy, iqtisodiy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beriladi. Ular orqali topib foydalanganligimizni ko'rishingiz mumkin. Bu aynan chegaralar o'zbeklar va sovet siyosati haqida Sattorov kitob yozadi. Bu kitobda O'zbekiston va uning qo'shni hududlaridagi milliy Sovet hududiy siyosati asari Sadyakova tomonidan yozilgan bo'lib, bu asar O'rta Osiyoda amalga oshirilgan milliy hududiy chegaralanish jarayonining tarixiy, siyosiy va ijtimoiy oqibatlarini o'rganadi. Sadyakova aynan ushbu kitob Vladimir Ilich Lenin tarafidan yozilgan kitob, ya'ni bu kitobning nomi Sovet hududiy siyosati. Keling bir iqtibosiy tarzda aytib o'taylik. Siz bir ish qilmoqchisiz va bu ishni amalga oshirish niyatidasiz. Bu ish yomon. Lekin aynan shu ishni o'zingizning kitoblaringizda yoki ilmiy o'quv qo'llanmalaringizda chop etiryapsiz. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Keling mana shu narsa bo'yicha bitta iqtibos keltiraylik. Misol uchun zulmdan ezilgan millatni erkin ajratib chiqmoqdir. Biz aytamizki, chegaralar xalqlarni o'z arasiga beriladi. Rossiya Kurlandiya uchun urushma, Germaniya Kurlandiyadan qo'shinlarni olib chiqdi. Bu inson o'zi amalga oshirayotgan ishlarning samarasi, ya'ni qo'shilmoq ichida aytganda barcha respublikalar, ya'ni olib borilgan 5 ta respublikalarga siyosiy mustaqillik berish kerak degan g'oyani ilgari surgan. Lekin bu shunchaki ilmiy faraz edi. Qo'shilmoq ichidagi gap. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Qoraqalpog'iston Respublikasida amalga oshirildi. Mana shu davlatlarni birma-bir yoritib chiqib ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'zbek bo'lsa O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda bo'lgan milliy hududiy chegaralanish bu 1924-yil Sovet Ittifoqi tarkibida Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan katta siyosiy va ma'muriy istiqsol. Buning natijasida zamonaviy O'zbekiston Respublikasi, shuningdek Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston chegaralari shakllantirilgan. Ushbu jarayon Sovet Ittifoqi siyosatining mutaxassisi sifatida amalga oshirilgan va bu milliy hududiy chegaralashning asosiy maqsadlari Sovet Ittifoqi tarkibidagi turli millatlar o'z milliy respublikalariga ajratish, mintaqada yagona markazlashtirilgan boshqaruvni kommunistik mafkurani mahalliy xalqlarga singdirish. Chegaralashdagi muammolar esa Farg'ona vodiysi kabi mintaqalar o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar va aralash yashagan. Natijada hozirgi kungacha davom etayotgan chegaraviy nizolar suv va yer resurslariga oid tortishuvlar paydo bo'lgan. 1924-yilgi chegara islohoti natijalari O'zbekiston SSR tashkil topdi. Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodiysi, Toshkent va boshqa hududlar O'zbekistonda. Ko'rishimiz mumkin, 1924-yilgacha bo'lgan paytda yoritib berilgan. Aynan 1924-yilgacha Turkiston Muxtor Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibida bo'lgan va uning ichida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi, sobiq Xiva xonligi va Buxoro Xalq Sovet Respublikasi, ya'ni Buxoro ham tarkibida. Islohotdan keyingi natijasiga oladigan bo'lsak, Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi Turkmaniston SSR tashkil topdi. Ya'ni u hududda o'zbeklar yashaydi. Lekin
Turkmanistonga berilgan. Ko'hna o'rganish. Shu bilan birga ayrim aralash hududlar, masalan, o'zbeklar yashaydigan yerlar O'zbekistonga qo'shilgan. Endi bu qo'shilma ichida gaplar bor. Qozog'iston va Tojikistonni bo'lishda ikkita katta muammoga duch kelishadi. Bu Tojikistondagi katta muammo bu birinchidan Tojikistonning hududi asosiy qismi tog'lik hudud edi va ikkinchi muammo Tojikistonning o'zidagi ikkinchi muammo Tojikistonda juda ham ko'plab xalqlar yashaydi. Yuqorida aytib o'tdik, Pomir xalqi ham bor edi, rus xalqi ham bor edi, tojik xalqi ham bor edi. Kerak bo'lsa o'zbek xalqi ham o'sha yerda yashagan. Aynan mana shu hududda chegaralanishi Tojikistonda katta muammoga duch kelishadi. Aynan Qozog'istondagi katta muammo nimada bo'ldi degan savol bo'ladigan bo'lsa, Qozog'istonning hududi katta edi. Aholiga taqsimlab berilayotgan hududlar nihoyatda katta bo'lganligi sababli Sovet ittifoqi tarafidan bo'lishda katta ziddiyatlar va mojarolar kelib chiqadi. Xo'p, aynan mana shularni bir-biriga yorib chiqadigan bo'lsak, Qozog'istonda boshqa o'zbek, qoraqalpoq va turkman xalqlari kabi sun'iy ravishda taqsimlangan. Sovet ittifoqidagi avvalgi holatga to'xtaladigan bo'lsak, Qozog'iston hududi tarixan qozoq xalqining urf-odatlari va madaniyati asosida shakllangan. Ammo turli davlatlar va imperiyalar tomonidan qo'shib olingan, xususan Xiva xonligi va Qashqar xonligi hududlari ham qozoqlar yashagan. 19-asrning oxirlariga kelib Qozog'istonning katta qismi Rossiya imperiyasining tarkibiga qo'shildi va 1917-yilda favqulodda Sovet ittifoqi tashkil etilishiga qadar ko'plab siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarga uchraydi. Ittifoq hududiy asosda amalga oshirilgan bu taqsimotda Qozog'istonga turli xalqlar qo'shilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu majoziy ma'noda taqsimlab qo'shib olingan. Yashagan. Bu esa Qozog'istonda eng xilma-xillikni yaratgan. Ya'ni bir joyning o'zida turli xalq vakillarini bitta hududga to'plab bo'lib yuborganligini ko'rishimiz mumkin. Bu aynan Sovet hukumati tomonidan juda ham puxta o'ylangan rejaga joylashgan bo'lib, bu O'zbekiston bilan bog'lanadigan ham ko'rsatgan edi. Aynan siyosiy sabablarga to'xtaladigan bo'lsak, Sovetlar bo'lib boshqa siyosat orqali har bir millatga rasmiy maqom berishda amalda markaziy nazoratni kuchaytirgan edi. Aynan mana shu xaritaga nazar tashlaydigan bo'lsak, xaritani tushuntirib bering. 1924-25-yillarda chegaralanish o'tkazilgan. 1924-yildagi chegaralar hisoblanadi va O'rta Osiyodagi 5 ta respublikalar chegaralanishi, O'rta Osiyodagi milliy hududiy chegaralanish O'zbekiston SSRda juda qisqartirilib chegaralangan. Chunki O'zbekiston SSRda qisqartirilishi Moskva markaz tomonidan amalga oshirilgan. O'zbekiston SSR qisqartirilish sabablari Kaspiy bo'yi hududlari Qozog'iston hududiga o'tib ketgan, chunki O'zbekiston SSRga qisqartirilishi aholi soni ham ko'pligiga sabab bo'lgan. Tojikiston SSR 1929-yil mustaqil SSR tarkibiga qo'shiladi va 1900 bo'ladi. Aynan bu testimiz 15 talik test. Aynan yuqorida o'zimiz aytib o'tgan slaydlar bo'yicha tuzilgan. Xo'p, testimizda ball qo'yish sistemasini tushuntirib bering. Ball qo'yish sistemasi 13 tadan 15 tagacha 1 ball, 9 tadan 12 tagacha 4.7 ball, 6 tadan 9 tagacha 4.5
5 ball, 6dan past 4 ball. Xo'p, sizga ism familiyalarni yozsalaringiz tekshirishimizga ham juda ham Bu 5 tasi bor. yetsa. Sizga Nimalarimizdan emas, saytlarimizdan. bilan kelishgan holda aynan qadimgi davrda, ya'ni SSR davrida qurilgan biron bir tarixiy me'moriy obida yoki turar joy, ko'prik yoki bir muzey, har bir nima bo'lishidan qat'iy nazar shu vaqtda bir-birimizga aytib bersak, mana shu slaytni yanada murakkabroq tushunishimizga yordam beradi deb o'yladim va kelingizda bir eshitsak, kim boshqa biladi? O'zimda model o'ylamasam, 24-yilda davlatdan qanday bo'lgan bularlar, chegara o'tkazgan bularlar. degan savol o'rtaga. O'zlaringizni, fikrlaringizni o'tirib xaridlar tushuntirib O'zbekiston SSR tarixiga qo'shgan bo'laydi. Mana shu hududlar Kaspiy dengiziga chiqargan bo'laydi. Keyin bu yoqda Andijon Farg'ona vodiysini to'lig'icha O'zbekiston SSRga qo'shgan bo'ladi. Turkmanistonni Xorazmga tutash hududlari qo'shilgan bo'ladi. Biz hozir tan olishimiz kerak, mustaqillik yillarida ta'lim olayotgan insonlarmiz. Lekin u davrda hammamizga ma'lumki, Lenin va Stalinning g'oyalari, mafkuralari butun xalqning ongiga singib bo'lgan edi. Lekin shunda ham o'sha 1924-yildagi chegaralanishda ham o'sha boyagilar, ya'ni turli xil madaniyat yoki boshqa bir hududni, millatni farqiga boradigan shaxslar bo'lgan. Agar o'sha shaxslar nazdida aytadigan bo'lsak, men ya'ni Qozog'istonga bizga ma'lumki juda katta hududlar berilgan, lekin Qozog'istonda juda ko'p o'zbek aholisi yashagan. Ya'ni ushbu Qozog'iston hududida 2,5 ming, ba'zi manbalarda 2,5 mingdan ham ortiq aholi yashaganligi